Hurmatli obunachilar, yana bir obyektimiz arzon qilgan kelganmiz. To'g'ri akalarimizga alternativ o'zini biznesni boshlayman deyotganlar, juda yaxshi taklif. Adresni bilan aytib ketaman. Qarshi Yerqo'ron yo'limiz, Arenta Qizil metan zapravkani ro'parasi. Gavjin joy, 20 sotishlanadigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Ana shu choyxonamiz sotuvga birgalikda arzon qilamiz. Ketdik. Bu tarafda mana kassamiz. Magazincha qilib qo'ysa ham bo'ladi, 20 sotishlanadigan. Mana egalar nomeri bemalol sodiqlab olaverasizlar. Shashlik chalon qo'yib qo'yib, bu tarafga go'shtlarni terib qo'yib, samsalarni qilib qo'ysa, bemalol kelib odamlar taraf stol stullarni terib qo'yib, stol stullarni o'tiradigan joy qilib qo'ysa, asosiy yo'l ustida to'xtashga yo'l mashinalar bor, kelib choy ketaveradi. Shahar ko'p yopib bo'ladi kechqurun. Hamma sharoit qilingan, balki ishni qilish kerak. Bu tarafga mana aka uchoqxonalarimiz qo'yib ketilgan. Osh-posh, sho'rva qilib qo'ysa bo'ladi. Mana qishga o'tiradigan joyimiz, remontlari yaxshi. Bismillah. Bitta xonamiz. Mana kattakon zal. To'g'ri issiqda. Ertaga ham stol stullarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Klientimiz ko'p ko'rgandan keyin mana bitta xonamiz, ishchilar xonasini ham qilib qo'ysa bo'ladi. Pasudalarni qo'yib qo'ysa. Ikkinchi xonamiz. To'g'ri ekan. Kabina qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mana yana bitta katta kabina qilib, o'zinasi qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bu esa choyxonamiz 24 soatga joylashgan, 7 ta xonadan iborat. Narxini kelishilgan holda savdo qilib olaversanglar bo'ladi. Egalar nomerini tayinlab ketamiz. Realni olishga realni qilib beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilavering.